Assalomu alaykum do'stlar. Kinotime'ga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga 2019-yilda suratga olingan Dunyoning burilish nuqtasi filmini taqdim etamiz. Videoni ko'rishdan oldin mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Ulkan o'zga sayyoraliklar kemasi Yerga yaqinlashib kelmoqda. Kosmik stansiya ichida yagona tirik qolgan ayol Yerga so'nggi muhim xabarni jo'natishga urinmoqda. Biroq bunga ulgura olmaydi. Tengdoshlaridan farqli o'laroq ko'chada o'ynashdan ko'ra kosmos va internetga mukkasidan ketgan Alex ismli bolakayni uy bekasi bo'lib qolishdan qo'rqqan ota-onasi o'ziga do'st topishi uchun uni yozgi lagerga jo'natishadi. Unga boyuvchi oilaning erkatoy o'g'li Daryush yo'ldosh bo'ladi. Ayni damda Zinshin ismli qiz yonidagi amaki unga qarindosh ekanligini isbotlay olmay turgandi. Politsiyachi ularni qo'yib yuborgach, kichkina aperist aslida begona bo'lgan odamga haqqini berib, yozgi lager tomon yo'l oladi. Lagerga yetib kelgan Alex boyagi aperist qiz bilan xitoycha gaplashishga urinadi, ammo qizcha lom-mim demaydi. Ko'ngil yozdi vaqti boshlanganida Daryush ham Zinshinga qiziqib qoladi, ammo qiz unga ham bortini berib ketaveradi. Tunda shovqinda nariroq yurishni istagan Alex hech kim yo'q ko'prik oldiga keladi va Zinshin ham shu yerda ekanligini ko'radi. Ertasi kuni barchani qayiqda suzishga olib kelishadi, biroq buni keyinga surishga majbur bo'lishadi. Sababi kimdir qayiqning qoq o'rtasiga yegan ichganini tashlab ketgan ekan. Da, to'g'ri tushundingiz, tichib ketgandi. Endi qayiqni tozalashguncha vaqtlari borligini bilgan Zinshin o'rmon ichiga kirib ketadi. Alex ham uning ortidan qolmaydi. Unga quloq solmay yo'lini davom ettirgan qizcha esa gazetada ko'rgan manzarasi oldiga kelib qanchalar baxtli ekanligini his qiladi. Ko'p o'tmasdan Gabriel va Daryushlar ham ularning oldilariga yetib kelishadi va shu damda portlash sodir bo'lib, telefonlariga xabar keladi. Favqulodda xabarda barchadan yashirinib olishni va uchuvchi jismlardan ehtiyot bo'lishlarini so'rashgan edi. Sohil oldiga chiqqan bolalar samoda gumbur-gumbur portlashlarni ko'rishlari bilan yordamga chaqirishga urinishadi. Nima qilishni bilish olmagach, lagerga qaytishadi, biroq u yerda ham hech kim yo'q edi. Ammo yo'lboshchilardan biri uxlab qolib ketganligini ko'rishadi. Uni uyg'ota olishmagach, bino ichiga kirishadi va chiroq yo'qligi sabab aloqa ham ishlamayotganligiga guvoh bo'lishadi. Kutilmaganda yana portlash ovozini eshitishadi va tashqariga chiqishgach, qiruvchi samolyotlar xuddi Battleground o'yinida bo'lgani kabi o'zga sayyoraliklar kemalari bilan jang qilayotganligini ko'rishadi. Dahshatdan qo'rqib qochayotgan bolalar sal qolsa qulagan samo kemasi tagida qolib ketishardi. Alex buning kosmik stansiya qo'nish moduli ekanligini aytadi. Bolalar kapsulani ochish yoki ochmaslik haqida bahslashib turganlarida uning eshigi otilib ketadi va ichidan tirik qolgan Collins chiqib keladi. Taqinchog'i va kalitini Alexga bergan ayol uni NASA laboratoriyasiga olib borishini tayinlaydi. Shu damda ulkan o'zga sayyoralik paydo bo'ladi va ayol ularga qochishni buyuradi. Collinsni o'ldirgan maxluq raddomga bormayam turib ichidan itvachchasini tug'ib olib bolalar ortidan jo'natadi. Bolalar oshxonaga berkinib olishadi va Daryush nonaqaylik qilib idishlarni tushirib olgach, ko'ppak unga hujum qiladi. Ventilyasiya quvurida qulashmachoq o'ynashgach, bir amallab qochib chiqqan Daryush ortidan ko'ppakni ergashtiradi va u sakrab Zinshin tayyorlagan duxovka qopqog'iga sakraydi. Ko'p o'tmasdan boyagi maxluq ham yetib keladi va bolalar uning panjalaridan qochib qutulishni uddalashadi. Gabriel va Daryushlar zina tagida, Zinshin va Alexlar hojatxonadan panoh topishadi. Maxluq zinadan ko'tarilib sekin hojatxona tomon yo'l oladi. Buni ko'rgan Zinshin va Alexlar to'g'ri ijod mahsullarining ustiga sakrashga majbur bo'lishadi. Ayni paytda uyqudan uyg'ongan yo'lboshchi hojatxonaga kirib, kranini endi ochgandi hamki maxluq uni ushlab olib hojatini chiqazib qo'yadi. Qochib qolgan ikkovlon esa kapsulaga minib eshikni qulflab olishga ulgurishadi. Alex va Zinshinlar ham yetib kelishlari bilan ichkariga kirishga ulgurmaslaridan ko'ppak kelib qoladi va Daryush yordam berish maqsadida duch kelgan tugmachani bosib, ko'ppakni shashlik qiladi. Buni eshitib qolgan maxluq tezda ularning ortidan tushadi va ushlab olgach, Daryushning basharasiga tupurib, so'ng og'ziga nimasinidir tiqib yuboradi. Xayriyatki yaqin oradagi samolyot maxluqni otib o'ldiradi. Qochib qolishgach, tilga kirgan Zinshin bu yerdan ketishlari kerakligini ta'kidlaydi. NASA bazasi bu yerdan ancha uzoq bo'lganligi sabab, Gabriel yaqin oradagi politsiya mahkamasiga borib, kalitni ularga berishni taklif qiladi. Har kim o'ziga mos velikni olib yo'lga chiqisharkan, Alex uni qanday haydashni bilmasligini aytadi va uni velik uchishga o'rgatishadi. Ayni damda o'ziga kelgan o'zga sayyoralik esa itvachchasi o'lganligini ko'rib qahrotiga minadi. Shaharga yetib kelgan qahramonlarimiz politsiya mahkamasi oldiga kelishgach, Gabriel tashqarida veliklarni qo'riqlab turishini aytadi. Binoga kirgan bolalar bu yerda ham hech kim yo'qligini ko'rishadi va barcha xizmat xodimlariga o'zga sayyoraliklar paydo bo'lgan nuqtani topib yo'q qilish buyurilganligini ko'rishadi.
Alex kameralardan birida Lu ismli jinoyatchiga duch keladi. U esa bolalardan uni ozod qilishlarini so'raydi. Dariush bunday qilmasliklari kerakligini aytadi. Jinshen esa unga qarshi chiqadi. Lu bolalar uni kutayotganligini aytgach, uning oldiga kalitlarni tashlagan Alex bu yerdan ketganlaridan so'nggina chiqishi mumkinligini aytadi. Beylikda shaharni aylanib yurgan bolalar oldidan mashina o'tib ketadi va uni to'xtatmoqchi bo'lishganlarida bir guruh askarlar qurshovga tushishadi. Alex komandirga fazogirdan olgan kalitlarni bergach, undan maqtov eshitib, evakuatsiya markaziga yo'l olishadi. Biroq endi yo'lga chiqishganda hamki o'zga sayyoraliklar ularga o'q uzib, barcha askarlarni yo'q qilishadi. Tashqariga qochib chiqqan bolalar to'rt tomonda ayovsiz jang ketayotganligini ko'rib dahshatga tushishadi. Ular mashina qoldiqlari ostida qolib ketgan komandirni topishadi, ammo qutula olmasligini tushungan komandir Alexga kalitni qaytarib berib, dunyoni qutqarishlari kerakligini aytadi. Yarim tun tushganda charchab holdan toygan sheriklar qayerda tunashni muhokama qilishadi va Gabriel shu yaqin orada uyi borligini, biroq uydagilarga aytmasdan lagerga qochib ketganligi uchun uni urishib berishlaridan qo'rqib qaytib bora olmasligini aytadi. Ammo o'zga sayyoraliklar qo'liga tushsa bundan-da battar bo'lishlarini tushungach, uning uyiga borishga qaror qilishadi. Uyga kelishadi, ammo ichkarida odam zoti ko'rinmasdi. Biroz yegulik topishgach, chiroq atrofiga yig'ilib, ozgina suhbat qurishadi. Uxlash vaqti kelganida uyda bitta kravat borligi sabab Jinshen bilan kim uxlashni kelisha olmay qolishadi va oqibatda Alex yutib chiqadi. Birga yotishganlarida Alex o'zini chalg'itishga qanchalik urinmasin, uning qo'lidan ushlagan hozirdan kimligi ma'lum Jinshen uning g'olib chiqqanligidan xursand ekanligini aytadi. Yarim tunda qattiq shovqindan uyg'ongan bolalar nima bo'layotganligini ko'rish uchun orqa hovliga chiqishadi va Lu boshliq qurollangan guruh qo'liga tushishadi. Aslida eshak ekanligini tan olgan Lu Alexdan katta pulga sotishi mumkin bo'lgan kalitni berishini talab qiladi. Shu damda o'zga sayyoralik maxluq paydo bo'lib, qurollanganlarni birin-ketin o'ldirishni boshlaydi. Basseyn oldiga kelgan Gabrielda reja tug'iladi. Jinshendan yoritqichlarni olgan bola basseynga tushib maxluqni o'ziga jalb qiladi va basseynga sakragan maxluq suv qoplangan matoga o'ralib qoladi. Los Angeles tomonga yo'l olisharkan, Alex kecha ko'rgan maxluqlari lagerdagi maxluqning aynan o'zi ekanligini aytib qoladi. Endi nima qilishni muhokama qilib turishganlarida ratsiyadan qandaydir ovozlar kelishni boshlaydi va buning Morze alifbosi ekanligini aytgan Jinshen ulardan shoshilishni so'rayotganliklarini ma'lum qiladi. Ayni damda maxluq yana qayta tiriladi. Do'kondan o'zlariga yangi qichima kiyimlarni olgan sheriklar tashqarida turgan Nexia 2 ni ko'rishlari bilan yo'lni unda davom ettirishga qaror qilishadi. Xarobaga aylangan shahar oralab ketisharkan, tars ustlarga maxluq tushib, ularni ushlashga urinadi. O'zini yo'qotib qo'ymagan Jinshen esa to'g'ri bekatlardan biriga urilib, maxluqni avtobus kutishga qoldiradi. Ammo qaysar maxluq tezdagina ularga yetib oladi. Jinshen hammaga sakrashni buyuradi va mashina ko'prikdan pastga sho'ng'irkan, maxluq uning tagida qolib ketadi. Endi hammasi tugadi deb turishganda, anqov Alex kalitni mashinada qoldirganligini eslab qoladi. Darius mashina oldiga tushib, kalitni topishga urinarkan, maxluq ham asta-sekin o'ziga kelishni boshlaydi. Darius kalitni topadi, ammo shu damda o'ziga kelgan maxluq uni qo'lga olib qornidan yaralaydi. Uning qutulib olishiga yordam bergan bolalar birgalikda u yerdan qochishadi. Ular fazogir ayol aytgan manzilga kelishlari bilan bino ichiga yo'l olishadi. Ammo ne ko'z bilan ko'rishsinki, ayol xabarni topshirishlarini ta'kidlagan odam halok bo'lgan edi. Barchasidan umidini uzgan bolalar endi taslim bo'lmoqchi bo'lishganlarida, to'satdan armiya generali ularga aloqaga chiqadi va qochoqxonaga borishlarini buyuradi. Dadasi tengi odamga o'dag'aylab, generaldan nima qilishlari kerakligi to'g'risidagi yo'riqnomani oladi. Ular ventilyatsiya quvuri orqali podvalga tushib, generatorni ishga tushirishlari lozim edi. Tizim ishga tushgach, ichida Excalibur nomli lazer yashiringan omborxonani ochishlari mumkin edi. Bundan so'ng kalitdagi koordinatlardan foydalangan holda o'zga sayyoraliklar hujumini to'xtatish uchun ularning kemasiga o't ochishlari lozim edi. Barcha yaradorligi sabab Alex balandlikdan qo'rqsa-da, tomga chiqishni o'z bo'yniga oladi. Ayni damda maxluq shart ikkiga bo'linib, mashina tagidan chiqib oladi. Bu vaqtda podvalga tushgan Jinshen generatorni ishga tushiradi. General esa Gabriel va Dariushlarga kalitlarni qanday ishlatishni tushuntiradi. Tomga chiqqan Alex esa minora uchiga tirmashishni boshlaydi. Shu damda maxluq ham paydo bo'ladi va Alexni bundan ogohlantirishadi. Biroz qiyinchiliklardan so'ng yigitcha sun'iy yo'ldosh likopchasini kerakli tomonga to'g'irlaydi. Maxluq ham yuqoriga ko'tarilib, endi Alexni ushladim deganida, qo'rquvni yengan yigitcha kabel yordamida pastga tushib olishni uddalaydi. General Excaliburni ishga tushirish uchun ikkita odam kerakligini tushuntiradi, ammo Darius hushidan ketadi. General Gabrielga start tugmasi joylashgan seyf kodini aytadi, ammo raqamlarni tushunmaydigan Gabriel uchun bu matematikadan imtihonday tuyulardi.
Xayriyat o'ziga kelgan Daryush unga raqamlarni chizib beradi va Gabriel seyfni ochadi. Biroq Daryush yana hushidan ketgach, Excaliburni ishga tushira olishmaydi. Yaxshiyamki Jinshen yetib keladi va endi Gabriel bilan birga qurolni ishga tushirishga shaylanishgandi hamki, boyagi maxluq tomni teshib tusha qoladi. Maxluq qo'rqib ketgan bolalarni endi o'ldirmoqchi bo'lganida uni chalg'itgan Alex maxluqning buzidan so'kib qochib qoladi. Qolganlar esa qurolni shaylashadi. Samodagi yo'ldoshlar bir-biriga to'g'rilanishganda, Alex yashirinishdan oldin dvigatelni ishga tushiradi va maxluq yaqinlashishi bilan uni dizg'anak qilib yuboradi. Jinshen, Gabriel va Daryushlar bino yer bilan bir bo'lishidan oldin qochib qolishni uddalashadi. Dizg'anak bo'lgan maxluq jonsiz holda yiqilgach, Alex olovdan sakrab o'tib u yerdan chiqadi. Tashqaridagilar esa allaqachon do'stlari uchun motam tutishni boshlashgandi. Biroq chiquvda kapitan Amerikani ham yig'latgan Alexni ko'rgan do'stlari o'zlarida yo'q xursand bo'lishadi. Samodagi portlash esa Excalibur kelginlilarning kemasini portlatganligini va insoniyat bu urushda g'olib chiqqanligini bildirardi. Jinshen esa g'alaba bilan tabriklab Alexga so'zga emgizadi. Bu voqeadan so'ng bu churvaqalar ikkita urushda qatnashib ham medaldan o'yog'ini ola olmagan bobolardan-da mashhur bo'lib, butun dunyoga qahramon bo'lishadi. Siz bilan men bu yoshimizda nima qilgandik o'zi? Buni kommentariyada yozib ketinglar. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.